Noodatiy qorbobo. Amerika sobiq prezidenti Barak Obama boshlang'ich maktabga qorbobo bo'lib bordi. Faqatgina qorbobo shapkasi bilan va albatta o'zining har doimgidek ochiq chehrasi va bolalarni xursand qilish uchun samimiy so'zlar hamda sovg'alar bilan. Bolalar esa hayratda. Oldilarida siyosatchi, ammo endi qorbobo. Kostyum to'liq emas, rangi ham klassik qorbobodan biroz farq qiladi. Lekin eng muhimi, Obama bolalarga bayram kayfiyati va sovg'alar ulashgani bo'lgan. Yil oxirida mana shunaqa noodatiy mo'jizalar ham bo'lib turadi. Ko'rinishdan Amerikada qorbobo bo'lish uchun faqat yaxshi niyat va bolalarning tabassumi yetarli. Baribir Obama bolalarga quvonch ulashgan va maktabda bayram kayfiyatini yarata olgan. AQShning sobiq prezidenti endi zamonaviy qorbobo. Mana sizga haqiqiy qorbobo va amerikancha Winter Magic. Hayotda hamma narsa o'zgara oladi. Hatto qorbobo ham. Anhoruzda qoling.